Sena Rossiyaning generasidamiz. Mana Sena daryosi. Xudo xohlasa hozir chiqishga harakat qilamiz. Mana Xudo xohlasa efirga chiqish niyatimiz bor. Mana qizlarimiz. Havo sovuq, lekin ko'nglimiz issiq. Tashqarida qor, ichkarida bahor bo'layapti. Mana go'zalim mana. Ustozlarimiz kelishdi, ona yurtimizdan, O'zbekistondan kelgan ustozlarni Parij shahriga safari davom etmoqda va taassurotlarni so'raymiz. Taassurotlar qanaqa? To'rabek, sizga alohida rahmat. Arzimaydi. Parijni o'z ko'zimiz bilan, Eyfelni o'z ko'zimiz bilan ko'rishga shunday imkoniyat yaratdingiz. Allohim sizga shunday hoji bobolik nasib qilsin. Rahmat, aytganingiz kelsin. Ha, qo'llarini ko'tardilar, kelyaptilar. Ha, bo'ldi. Keling. Ina biza Nitsa